Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 6 yoshdan oshganlar, 65 yoshdan oshganlar. 7000 yoshdan oshgan pensionerlar uchun pensiya bo'yicha yangi talablar va pensiya to'lovlari yangicha tekshirilishi masalasi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota, ona, bobo, bu yoki qarindosh. Eng muhim savol shuki, endi pensiya to'xtab qolishi mumkinmi? Ortiqcha to'langan pensiya qaytarib olinadimi? Hujjatlarda xato bo'lsa nima bo'ladi? Bank kartaga pul tushmasa qayerga murojaat qilish kerak? Men bugun bularni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik jihatlarni bilmaslik odamni ortiqcha yugurga, hatto pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday foydali ma'lumotlarni men doimiy tarzda tushuntirib boraman. Avvallari pensiya tayinlangandan keyin ko'pchilik shunday o'ylardi. Bir marta pensiya chiqdi. Endi har oy avtomatik tushaveradi. Hech kim qayta tekshirmaydi. Amalda ham ko'p yillar davomida pensionerlar pensiyasini asosan tayinlash vaqtida tekshirishgan. Ya'ni ish staji, oylik maoshi, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi. Imtiyozli davrlar, harbiy xizmat, bola parvarishi kabi davrlar o'rganilgan. Keyin pensiya miqdori belgilanib, odam pulini olib yurgan. Lekin hozir vaziyat o'zgaryapti. Davlat idoralari ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, bandlik, bank, FHDYO, migratsiya, notarial va boshqa elektron tizimlar orqali ma'lumotlar solishtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi pensionerning ma'lumoti faqat qog'oz hujjatga qarab emas, elektron bazalardagi ma'lumotlar bilan ham taqqoslanadi. Masalan, bir kishiga pensiya tayinlanganda uning 35 yillik ish staji ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Ammo elektron bazada 28 yil tasdiqlansa, qolgan 7 yil bo'yicha arxiv hujjati so'ralishi mumkin. Yoki pensioner boshqa davlatga uzoq muddatga chiqib ketgan bo'lsa, ayrim hollarda uning yashash holati, manzili, pensiyani olish tartibi tekshirilishi mumkin. Yana bir holat, pensioner vafot etgan bo'lsa, lekin qarindoshlari kartadan pul yetishda davom etgan bo'lsa, bu albatta aniqlanishi va ortiqcha to'langan mablag' qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, maqsadim sizga buni oldindan tushuntirish. Agar hujjatlaringiz joyida bo'lsa, manzilingiz, pasportingiz, bank kartangiz, telefon raqamingiz to'g'ri bo'lsa, pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Lekin xatolar, eskirgan ma'lumotlar, tasdiqlanmagan staj, noto'g'ri hisoblangan davrlar bo'lsa, tekshiruv paytida savollar chiqishi mumkin. Avval pensioner ko'pincha pensiya jamg'armasiga shaxsan borib, mehnat daftarchasini, arxiv ma'lumotini, pasportini topshirardi. Mutaxassislar hujjatlarni qabul qilib, hisob-kitob qilardi. Ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Agar mehnat daftarchasida muhr bo'lsa, yozuv bo'lsa, ko'pincha shu asos qilib olinardi. Ba'zan tashkilot allaqachon yo'qolib ketgan bo'lardi. Arxiv topilmasdi, ish haqi haqidagi ma'lumotlar yo'qolgan bo'lardi. Shunda pensionerlar oylar davomida arxivlab yurishardi. Endi esa ko'plab ma'lumotlar elektron tarzda tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni ham bor. Odam kamroq qog'oz ko'taradi, idoralar o'zaro ma'lumot almashadi. Ayrim hujjatlar avtomatik chiqadi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Elektron bazada xato bo'lsa, masalan, ism, familiya noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana mos kelmasa, pasport yangilangan lekin eski ma'lumot qolib ketgan bo'lsa, tizimda nomuvofiqlik chiqadi. Shunda pensiya to'lovi kechikishi yoki aniqlashtirish so'ralishi mumkin. Masalan, men ko'p uchratadigan holat, odamning eski mehnat daftarchasida familiyasi nikohdan oldingi holatda yozilgan, pasporti esa yangi familiya. Yoki otasining ismi bir joyda Abdullayevich, boshqa joyda Abdullayevich bo'lib turadi. Oddiy ko'ringan bitta harf farqi ham elektron tekshiruvda muammo chiqarishi mumkin. Shuning uchun endi hujjatlarning bir-biriga mosligi juda muhim. Yana bir o'zgarish, pensiya oluvchining hayotda borligi, yashash manzili, bank kartasidan foydalanish, ishonchnoma orqali pensiya olish kabi masalalar ham aniqroq nazorat qilinadi. Bu ayniqsa 70 yoshdan oshgan yura olmaydigan, farzandlari orqali pul oladigan pensionerlarga tegishli. Agar farzand onasining yoki otasining kartasidan pul yetsa, bu har doim ham muammo degani emas. Lekin pensionerning o'zi hayotda roziligi bor. Hujjatlar to'g'ri bo'lishi shart. Aks holda keyin katta savollar tug'iladi. Birinchi navbatda
ish staji hujjatlari to'liq bo'lmagan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, pensiya 30 yillik staj asosida hisoblangan. Lekin sizda 5 yil bir korxonada ishlaganingiz bo'yicha faqat mehnat daftarchasidagi yozuv bor, arxiv ma'lumotnomasi yo'q. Agar o'sha davr bo'yicha elektron bazada ham ma'lumot bo'lmasa, pensiya jamg'armasi aniqlashtirish so'rashi mumkin. Ikkinchi guruh bir vaqtlar boshqa respublikada yoki boshqa davlatda ishlaganlar. Masalan, odam 1935 yildan 1935 yilgacha Qozog'istonda yoki Rossiyada ishlagan. Keyin O'zbekistonga qaytgan. Pensiya hisobida o'sha yillar inobatga olingan. Lekin endi xalqaro yoki idoralararo ma'lumotlar tekshirilganda tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Bunday paytda men ishlaganman, hamma biladi degan gap yetarli bo'lmaydi. Arxiv, ish haqi ma'lumoti, mehnat shartnomasi, buyruqdan ko'chirma, korxona ma'lumotnomasi kabi dalillar kerak bo'ladi. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya oluvchilar. Bu turdagi pensiyalarda shartlar odatiy yoshga doir pensiyaga qaraganda ko'proq bo'ladi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bola o'qishda davom etyaptimi? Yosh chegarasidan o'tib ketmadimi? Turmush holati o'zgarmadimi? Nogironlik guruhi qayta tasdiqlandi. Bular tekshiriladi. Agar hujjat yangilanmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. 4-guruh bank kartasi, pasport, doimiy yashash manzili yoki telefon raqami o'zgargan pensionerlar. Ko'pchilik shuni e'tiborsiz qoldiradi. Pasportimni almashtirdim, nima bo'pti deydi. Lekin tizimda eski pasport tursa, bankda boshqa ma'lumot, pensiya jamg'armasida boshqa ma'lumot bo'lsa, pul tushishida kechikish bo'lishi mumkin. Ayniqsa karta muddat tugagan bo'lsa, yangi karta ochilgan bo'lsa, lekin pensiya to'lov tizimiga ulanmagan bo'lsa, odam bir oy pulini ola olmay qolishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, ish stajingiz hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lsa, har oy pensiyangiz bank kartaga yoki belgilangan tartibda yetkazib berilayotgan bo'lsa, pasportingiz va manzilingiz yangilangan bo'lsa, unda tekshiruv siz uchun odatiy jarayon bo'ladi. Ya'ni bu tekshiruv pensiyani bekor qilish uchun emas, tizimdagi ma'lumotlarni tozalash va noqonuniy to'lovlarni oldini olish uchun qilinadi. Masalan, Oltin Takis yoshli ayol 32 yil maktabda ishlagan, mehnat daftarchasi bor. Xalq ta'limi bo'limidan arxiv ma'lumotlari bor. Pensiya tayinlangandan beri doim o'zi oladi. Pasportni almashtirganda pensiya jamg'armasiga xabar bergan. Bunday odam asosan xavotir olmaydi. Agar tizim aniqlashtirish so'rasa ham, hujjatlarni ko'rsatadi va masala hal bo'ladi. Yoki 72 yoshli erkak ilgari zavodda ishlagan, zavod yopilgan, lekin arxiv ma'lumotnomasi olingan, ish haqi ma'lumoti pensiya ishida mavjud. Uning pensiyasi qayta tekshirilganda ham asosiy savol bo'lmaydi. Muammo ko'pincha hujjatsiz, noaniq yoki noto'g'ri kiritilgan davrlarda chiqadi. Birinchi misol, 63 yoshli opa 25 yil tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 10 yil bozorda savdo qilgan. Pensiya tayinlanganda tikuv fabrikasidagi staj hisoblangan, lekin bozordagi faoliyati bo'yicha soliq to'lovlari to'liq ko'rinmagan. Opa, men 10 yil ishladim-ku deydi. Lekin pensiya hisobida har doim ham ishlaganman degan gap emas. Rasmiy to'lov, rasmiy ro'yxat, rasmiy hujjat muhim. Agar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ijtimoiy soliq yoki majburiy to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, bu davr hisobga olinishi mumkin. Agar hech qanday rasmiy hujjat bo'lmasa, uni stajga kiritish qiyin. Ikkinchi misol. 70 yoshli ota pensiyasini o'g'lining bank kartasi orqali emas, o'z nomidagi karta orqali oladi. Lekin kartani o'g'li ishlatadi, chunki ota yura olmaydi. Bu holatda eng to'g'ri yo'l otaning o'zi hayotda ekanini, roziligi borligini. Zarur bo'lsa notarial ishonchnoma yoki bankdagi tegishli tartib bo'yicha vakillik hujjatini rasmiylashtirish. Chunki ertaga tekshiruv bo'lsa, kartani kim ishlatgan, pensionerning roziligi bormi degan savol chiqishi mumkin. Ayniqsa pensioner vafot etgandan keyin ham karta orqali pul yechilsa, bu juda jiddiy muammo bo'ladi. Uchinchi misol, 35 yoshli pensioner pasportini ID kartaga almashtirdi, lekin pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Bankda ma'lumot yangilandi, lekin pensiya tizimida eski pasport qoldi. Bir oy pensiya tushmay qoldi yoki kechikdi. Odam bankka boradi, bank pensiya jamg'armasiga yuboradi. Pensiya jamg'armasi esa ma'lumot mos kelmayotganini aytadi. Bunday holat bir kunda emas, ba'zan bir necha haftada hal bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, pasport, karta, telefon, manzil o'zgarsa, darhol tegishli idoraga ma'lumotni yangilang. 4-misol. 6 yoshdan oshgan erkak ilgari zararli ishlab chiqarishda
ishlaganini aytib imtiyozli pensiya olgan. Lekin keyin tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, mehnat daftarchasida lavozim nomi bor. Ammo aynan imtiyozli ro'yxatga kiradigan ish sharoiti bo'yicha buyruq yoki tasdiqlovchi hujjat yetarli emas. Bunday paytda pensiya qayta hisoblanishi yoki qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Imtiyozli pensiya masalasida lavozim nomi, ish sharoiti, korxona ro'yxati, ish vaqti, davrning to'liq yoki yarim stavka bo'lgani ham ahamiyatli. Birinchi nozik jihat, pensiya qayta tekshirilsa, bu avtomatik ravishda pensiya kamayadi degani emas. Ba'zan aksincha pensioner foydasiga ham bo'lishi mumkin. Masalan, ilgari bir davr stajga kiritilmagan, keyin arxiv hujjat topilgan bo'lsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Yoki ish haqi bo'yicha yaxshiroq ma'lumot topilsa, hisob-kitob qayta ko'rilishi mumkin. Shuning uchun tekshiruvni faqat salbiy narsa deb qabul qilmaslik kerak. Ikkinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya masalasi. Agar odamga xato hisob-kitob sabab ko'p pul to'langan bo'lsa, masalan, hujjat noto'g'ri bo'lgan, 2 marta bir davr hisoblangan, vafot etganidan keyin ham to'lov davom etgan yoki huquq yo'qolgan bo'lsa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu ayniqsa qarindoshlar uchun muhim. Pensioner vafot etgan kuni yoki undan keyingi davrda karta orqali pul yechish baribir oilaning puli degani emas. Pensiya shaxsga tayinlanadi. Shaxs vafot etganidan keyin to'lov tartibi alohida qonuniy yo'l bilan hal qilinadi. 3-nozik shart ishonchnoma. Agar pensioner pulini o'zi ola olmasa, masalan, yotib qolgan, uzoq qishloqda kasalxonada nogironligi bor, unda qarindoshiga rasmiy vakolat berish kerak. Oddiy, bu mening o'g'lim degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Bank, pochta yoki boshqa to'lov tizimida belgilangan tartib bor. Men tavsiya qilaman, ishonchnoma, tibbiy ma'lumot, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar. Bankdagi vakillik tartibini oldindan aniqlab oling. 4-nozik jihat, chet elga chiqish. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda yashasa, pensiya olish tartibi bo'yicha alohida shartlar bo'lishi mumkin. Bu yerda har bir holat alohida ko'riladi. Doimiy yashash uchun ketganmi? Vaqtincha davolanishgami? Farzandlari yonigami? Ro'yxatdan chiqqanmi yoki yo'qmi? Shuning uchun chet elga uzoq muddat ketayotgan pensioner pensiya jamg'armasidan oldindan maslahat olgani ma'qul. Keyin qaytib kelib, nega to'lov to'xtagan deb yurmaslik uchun buni oldindan bilish kerak. 5-nozik jihat. Oilaviy ahvol o'zgarishi. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida ayrim nafaqa va qo'shimcha to'lovlarda oiladagi holat muhim bo'lishi mumkin. Masalan, bola ma'lum yoshgacha pensiya oladi. Keyin kunduzgi ta'limda o'qisa davom etishi mumkin. Agar o'qishni tashlasa, o'qish shakli o'zgarsa yoki yosh chegarasidan o'tsa, bu haqda xabar berish kerak. Xabar berilmasa va pul tushishda davom etsa, keyin ortiqcha to'lov masalasi chiqadi. 6-nozik jihat, pensioner ishlasa nima bo'ladi? Ko'pchilik pensioner ishlasa pensiyasi kesiladimi deb so'raydi. Bu masalada pensiya turi, qonunchilikdagi amaldagi tartib va ish holati muhim. Oddiy yoshga doir pensiya oluvchi ishlashi mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki maxsus nafaqalar mehnat faoliyati bilan bog'liq ravishda qayta ko'rilishi mumkin. Shuning uchun pensioner ishga kirsa, rasmiy shartnoma tuzsa, o'zining pensiya turi bo'yicha qoida qandayligini aniqlab olish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar, harbiy xizmat hujjati, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, FHDYO ma'lumotlari, nogironlik bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, vafot haqidagi guvohnoma va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Bularning nusxasini ham saqlang. Ikkinchi qadam, hujjatlardagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana va pasport raqamlari bir-biriga mosligini tekshiring. Masalan, bir joyda Gulnora, boshqa joyda Gulnora yozilgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Bir harf farqi keyin muammo bo'lishi mumkin. Agar familiya nikoh sabab o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatni tayyorlab qo'ying. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta aynan pensioner nomidami? Bankdagi telefon raqam ishlayaptimi? SMS xabarnoma kimga ulangan? Agar pensionerning kartasidan boshqa odam foydalansa, buni tartibga soling. Yaxshisi, banka borib, qanday vakillik hujjati kerakligini so'rang. Pensioner yura olmasa.
Bankning uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Notariusni chaqirish mumkinmi? Shularni aniqlang. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, shaxsiy pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumotlarni yangilang. Mening pasportim o'zgargan, manzilim o'zgargan, telefon raqamim o'zgargan, bank kartam yangilangan deb ariza bilan xabar bering. Arizani og'zaki aytib ketmang. İmkon bo'lsa yozma shaklida topshiring yoki elektron xizmat orqali yuboring. Hujjat topshirganingiz haqida tasdiq olib qo'ying. 5-qadam. Agar stajingiz bo'yicha shubha bo'lsa, arxivga oldindan murojaat qiling. Korxona yopilib ketgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivda saqlanishini aniqlang. Tuman arxivi, viloyat arxivi, idoraviy arxiv yoki sobiq tashkilotning huquqiy bo'risi bo'lishi mumkin. Arizangizda qaysi yillarda ishlaganingiz, lavozimingiz, korxona nomi, taxminiy bo'lim yoki sex nomini aniq yozing. Men 1980 yillarda ishlaganman deb umumiy yozsangiz, qidirish qiyinlashadi. 1942 yil martdan 1949 yil iyungacha falon zavodda tikuvchi bo'lib ishlaganman deb yozsangiz, natija tezroq chiqadi. 6-qadam. Ortiqcha pul tushsa befarq bo'lmang. Masalan, odatda 20 million 500 ming so'm pensiya olasiz. Birdan 3 million tushdi va buning sababi tushunarsiz. Albatta tekshiring. Bu qayta hisoblash bo'lishi ham mumkin, xato bo'lishi ham mumkin. Agar xato bo'lsa, keyin qaytarish talab qilinadi. Shuning uchun bankdan ko'chirma oling. Pensiya jamg'armasidan izoh so'rang. 7-qadam. Pensioner vafot etsa, qarindoshlar darhol tegishli tartibda xabar berishi kerak. Bu og'ir mavzu, lekin hayotiy masala. Vafot etganlik guvohnomasi rasmiylashtiriladi. Keyin pensiya to'lov bo'yicha yakuniy hisob-kitob qonuniy tartibda hal qilinadi. Karta qo'lda turibdi deb undan pul yechish katta xatoga aylanishi mumkin. Bunday holatlarda keyin qarindoshlar ortiqcha to'lovni qaytarishga majbur bo'lishi mumkin. 8-qadam. Agar pensiyangiz kamaytirilsa yoki to'xtatilsa, darhol sababini yozma so'rang. Og'zaki tizim shunaqa ko'rsatdi degan javob bilan cheklanib qolmang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi asos bilan to'lov to'xtatildi? Bularni yozma ravishda bilish kerak. Shundan keyin siz hujjat yig'asiz. Ariza berasiz. Kerak bo'lsa yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilasiz. 9-qadam. Har bir hujjatning nusxasini o'zingizda saqlang. Pensiya masalasida eng katta xatolardan biri odamning barcha asl hujjatlarini topshirib yuborishi va o'zida nusxa qolmasligidir. Har bir ariza, har bir ma'lumotnoma, har bir javob xatining nusxasi bo'lsin. Hozir telefon bilan suratga olib qo'yish ham foydali, lekin qog'oz nusxa ham kerak bo'lishi mumkin. 10-qadam. Yolg'on va'dalarga ishonmang. Men pensiyangizni oshirib beraman, arxivsiz staj qo'shib beraman. Tekshiruvdan o'tkazmayman. Kartangizni menga bering. Hammasini hal qilaman degan odamlar bo'lishi mumkin. Pensionerlar ishonuvchan bo'ladi, ayniqsa yoshi katta odamlar. Men qat'iy aytaman. Pensiya faqat qonuniy hujjat asosida hal qilinadi. Begona odamga karta, PIN kod, pasport nusxasi, SMS kod bermang. Agar siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, arizada fikr aniq bo'lishi kerak. Masalan, mening pensiya to'lovim 2026 yil yanvar oyida tushmadi. Sababini tushuntirib berishingizni, ma'lumotlarimni tekshirishingizni va to'lovni tiklash bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar staj bo'yicha murojaat qilsangiz, men 1972 yildan 1930 yilgacha falon korxonada ishlaganman. Ushbu davr pensiya hisobimga to'liq kiritilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Zarur bo'lsa, qaysi hujjatlar talab qilinishini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozing. Agar pasport yangilangan bo'lsa, mening shaxsni tasdiqlovchi hujjatim yangilanganligi sababli pensiya ishimdagi ma'lumotlarni yangilab qo'yishingizni so'rayman deb yozing va ID karta nusxasini ilova qiling. Agar pensioner yura olmasa, qarindoshi murojaat qilayotgan bo'lsa, vakolat masalasini ham hal qilish kerak. Ishonchnoma, tibbiy ma'lumot yoki qonuniy vakillik hujjati bo'lmasa, idora barcha ma'lumotni begona shaxsga bermasligi mumkin. Bu ham shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun kerak. Birinchi xato, menga baribir pensiya chiqib bo'lgan deb hujjatlarni tashlab yuborish. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato, arxiv ma'lumotini faqat muammo chiqqandan keyin izlash. Ba'zi arxiv javoblari bir necha hafta yoki oyda keladi. Oldindan tayyor bo'lgan yaxshi. Uchinchi xato, karta va pasport ma'lumotlarini yangilamaslik. Bu oddiy masala ko'rinsa ham pul tushmasligiga sabab bo'ladi. 4-xato,
Pensioner vafotidan keyin kartadan pul yechish. Bu eng xavfli xatolardan biri. 5-xato og'zaki javobga ishonib qolish. Pensiya masalasida yozma javob juda muhim. 6-xato rasmiy bo'lmagan maslahatga ishonish. Qo'shni, tanish, kassir, bank navbatidagi odam aytgan gap qonun emas. Har doim pensiya jamg'armasi, bank arxiv yoki vakolatli idoradan aniq javob oling. Demak, hurmatli tomoshabinlar, yangi tekshiruvlar va talablarning asosiy maqsadi pensiyani bekor qilish emas, ma'lumotlarni aniqlashtirish, noqonuniy to'lovlarning oldini olish va hujjatlardagi xatolarni tartibga solishdir. Lekin bu jarayonda tayyorgarliksiz odam qiynalishi mumkin. 65-70 yoshdagi pensionerlar ayniqsa hujjatlarni tartibga solib qo'yishi kerak. Pasport karta, manzil, staj, arxiv, ishonchnoma, tibbiy hujjatlar hammasi joyida bo'lsin. Men sizga maslahatimni yana bir bor aniq aytaman. Hujjatlaringizni tekshiring. Pasport va bank ma'lumotlarini yangilang. Staj bo'yicha shubhali davrlar bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Pensiya tushmasa yozma izoh so'rang. Begona odamlarga karta va SMS kod bermang. Agar siz bularni oldindan qilsangiz, tekshiruvdan qo'rqmaysiz, aksincha o'z haq-huquqingizni himoya qila olasiz. Sizning oilangizda pensioner bormi? Pensiya tushishi, staj, karta, arxiv yoki tekshiruv bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan savollar bo'yicha keyingi videolarda alohida tushuntirish beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir pensionerni katta muammodan saqlab qolishi mumkin.